O'zbekistonda yangilik, endi katalyogingizni bemalol telefonda boshqarsangiz bo'ladi. Eng qizig'i bu telefonda boshqariladigan aqlli kataloglarda optim joyiga yetib keldik. Bular zo'r tomoni boshqa kataloglardan farqi do'stlar, ichida gareykasi temir bo'lmaydi, ya'ni 1 yilda eritadigandan bo'lmaydi. Chugunli bo'ladi. Undan tashqari aqlli miyasi bo'ladi, miyasining ichida stabilizator bo'ladi. Yopiq ochiq sistemaga ishlaydigandan bo'ladi. Eng qizig'i bunkerli bo'ladi. Bunkerni ham ochib qo'ysangiz, ya'ni boshingizga tushib ketadigandan bo'ladi. Setkalari bo'ladi. Agar mabodo hokaga ishlaydigandan bo'ladi, hokangiz yoki hokadan kattaroq, ya'ni yirikroq ko'mir tushib oladigan bo'lsa, tiqilib qolsa, bemalol, ya'ni miyasi o'zi qaytarib turib chiqarib yuboradigandan bo'ladi. Yo chiqmay qoldi desangiz, mana bu yerda pashaning tugmasi bor. Bitta bossangiz chiqarib yuboradi. Lislariga keladigan bo'lsak, ichi uchli bo'ladi, tashqarisi to'rtli bo'ladi. Undan tashqari miyalari, ya'ni motorlari zavodskiy bo'ladi, yaxshisidan bo'ladi, katta kuchlanishgan, bemalol ishlaydigandan bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, eng kichigi, ya'ni 150 kvadratli narxi 749 dollardan boshlab u yog'iga ketaveradi. 150, 200, 300, 400, 500 kvadrat, 5000 kvadratgacha bo'ladi. Bu narxlarning ichida endi O'zbekiston bo'ladi, dastlabki bor, faqatgina kelishilgan holatda bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, biz turgan joy Farg'ona viloyati Qo'qon Dang'ara tumanidagi, ya'ni Nur Texnogirodda turibmiz. Zakaz berish uchun akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik.